Ana Suku aka. Inspektor Abdulayev charchamayapsizmi? İşlaringiz zo'rmi? Nazorat orqasida turibdi. Me'yor hujjatlaringizni taqdim qiling. Xizmatga o'g'lamangiz ko'rak. Chekkaga o'g'lay. Chekkaga olib qo'ying. Xizmatga o'g'laman kerakmi? Nimanda aka nidonlisiz ishlayotgan faoliyatingizdan, ishingizdan? Yomon qarayapsiz, bilmasam yangi ham to'xtatdingiz, alkotesterim qolib ketibdi, palon bo'pti deb. To'xtatganim yo'q. Ha? To'xtatganim yo'q sizni. Aniqmi? Aniq. Ko'rmaylarmi deyman? Yo'q, ichmasligimiz ma'lum-ku. Qarang-da aka. Nargi mashinada ketibdi-da, nargi mashinada. Nima ketibdi? Alkotester ketibdi. Yo'q, kichik serjant Abdurahimov Akbar Erali o'g'li. Amal qilish muddatini ko'rsak maylimi aka? Qo'lingiz bilan ko'rinmayapti, buyruq ko'rsating. Vallahi. Ko'krak nishoningiz? Aytib yuborasizmi uni, ana seriya raqamini aka? Ko'rinyapti sizga? Bo'ldi. Bo'lmabdi-da aka. Mana aka. Shunga boramiz. Boykalarga ham aytib qo'ying. Sababmi? Salgina tushiring. Nima sabab? Hujjatlarni olishga. Mana aka, hujjatni yerdan olsa bo'ladi aka. Bo'lmayapti-da. Bo'ladi, nima bo'lmaydi, berdim qo'llariga. E'tirozingiz bo'lsa ayting, e'tirozim bor. Beryapman-ku, nima qilyapman? Nima migalkasi yo'qmagan holatda turibdi? Ha? Hayotda nima Yo, nidonli emas, men sizga savol beryapsiz davlat xodimi. nima deyapman? Noto'g'ri javob beryapmanman. Erga Ha? yozadi migalkasi yo'q. Yozilganda. Bo'ldi. Hurmatli yo'l patrul xizmati xodimi, Ichki ishlar organlari to'g'risidagi 9-modda ochiqlik va shaffoflik prinsipi. Ichki ishlar organlari o'z faoliyatini ochiq va shaffof tarzda davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, boshqa tashkilotlar va fuqarolar, shuningdek ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiradi. Sizlar 9-modda ochiqlik va shaffoflik prinsipi bilan ochiq tarzda xizmat olib borishlaring kerak. Migalkalar yongan holatda bo'lishi kerak. Sizlar turib olgansizlar, kechasiga migalkalarni o'chirib, oldindan kelayotgan haydovchi yo'lda o'rtasiga chiqib olgansizlar, ko'rmasligi mumkin. O'rtada turib olib ichgansizmi, yo'qmi? Shu gap bo'lsa, shu gap. Siz o'zingiz tanishtiring, men siz bilan gaplashayotganim yo'q. Tanishtirgansiz bilan gaplashyapti. Siz gapirmang-da bo'lmasam. Siz derazangiz Mana sheg'am hurmat shuna kelib turibdilar sheg'am. tushirishingiz kerak zal. Men aka, menga qarang. Men hozir sizga savol beraman-da sizga.